Haqiqiy tejashni his qilyapsizmi? Ha, yaxshi. Juda ham qulay. Ro'zg'orimda ancha yengillik. Assalomu alaykum, Va hurmatli alaykum. mijuz. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Sizga bozorlik qilishda yordam bersam maylimi? Mayli. Mayli, Yanada lekin yaxshi bo'lardi. yangamiz ezgu niyatlar bilan to'y taraddudlarini boshlabdilar. Bugun sovchilikka otlanayotgan ekanlar va bozorlik uchun aynan Zahratuni tanlaganlari bizni yanada xursand qildi. Suhbat davomida esa xizmatimizdan mamnun ekanliklarini samimiy ta'kidladilar. Plyus dasturini boshqalarga ham maslahat berasizmi? Ha, hammada maslahat beraman. Chunki yaxshi. O'zini ro'zg'origa qulay, tejamli, barakali. Hurmatli mijuz, bugungi xariddan qancha tejab qoldingiz? 200 ming bo'lganda 34 ming tejab qolindi. Haqiqiy tejashni his qilyapsizmi? Ha, yaxshi. Juda ham qulay. Ro'zg'orimda ancha yengillik. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Albatta, kelinglar Zahratun, Plyusga obuna bo'linglar, Mana. xarid qilinglar. Rahmat sizlarga. Ro'zg'or desa xo'p, arzonini Zahratun Plyusdan top.